Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari, qadrdon aka-uka, opa-singillar. Bugun sizlar bilan ichkariga kirib gaplashamiz endi. Yuk to'kish jarayonidamiz, qadrdonlar. Ozgina shovqin bo'lganiga darvozadan ichkariga kirib oldim. Yana bir yangi obyektga xizmatga kelganmiz. Videoni boshidan aytib qo'yay. Ushbu obyektimizda qadrdonlar pena polistrol beton quyamiz. Akamiz bizda YouTube ijtimoiy tarmog'ida anchadan beri kuzatib boradilar. Akamizda yana bitta obyektlari bor. U joyga xudo xolasa havolar sovib qoladigan bo'lsa, polistroldan lomboz yotqizib beramiz. O'zi pena betonni ham, polistrolni ham menga telefon qilganlarga shunaqa tavsiya qilaman. Aka, beton mahsulot bo'lganligi sababli ozgina sekinroq qatish kerak. Havo sovugan mahalda qilsak yaxshi bo'ladi degandim. Ushbu uy imoratni bir kishiga beradigan bo'ptilar. Materiallarini ham 2 kilo yozdirdilar. Hozir materiallarni tomga chiqib ham gapirib, video qilib, obzor qilib ko'rsataman. Uzunasiga yozib, keyin ko'ndalangiga ham yozilgan. Ushbu obyektimizda materialni ham 2 kilo yozganmiz. 70 kvadrat joyga 8 kuba pena beton jo'natamiz. Apparatimiz 1 kubali. Bu degani 8,5 kuba atrofida ob'yom jo'natamiz. Qalinligi 10 sm filiz holatiga pena polistroldan lomboz quyish xizmatini amalga oshiramiz. Mahsulotlarimiz keldi, xudo xolasa, materialni qoqishguncha sement xumlarni olib tushdik. Yasin 450 markada sementlarimiz kelgan, qumlarimiz kelgan. Sizlar bilgan sinfdoshlar jamoasi navbatdagi obyektda o'z xizmat faoliyatini boshlashga tayyor holatdamiz. Akram boy, bitta suv quyib yuborasizlar ichiga. Do'st. Qadrdonlar, pena polistrol betonimizning qo'shimchalari. Fibra volokno, shisha tola. Ko'pchilik hamkasblarimiz, bloger akalarimiz shu shisha tolani pena beton yorilmasligi uchun deyshadi. Yorilmasligiga unchalik ahamiyati yo'q. Qanchadir ahamiyati bor, lekin ko'p ahamiyati yo'q yorilmasligiga. Salqinga to'laylik, video nima bo'ladi? Tiniqroq chiqadi, xira bo'lib qolmasin. Yorilmasligiga unchalik ahamiyati yo'q. Bu fibrani sichqon kalamish kavlamasligi uchun, shunda gapirsam ovozim tiniqroq boradi. Sichqon kalamish kavlamasligi uchun qo'shamiz fibrani. Undan tashqari po'kakchalarimiz kelgan, polistrol granulalarimiz ikkita qopda. Ushbu obyektimizning ko'chadan ko'rinishi. Hozir odam yashamaganligi uchun derazalarni urib tashashgan, eshik derazalarini ham qo'ydirib foydalangani, adashmasam shogirdlarigami, kimgadir beradigan bo'ldilar. Shunga tezroq bitirish maqsadida tomiga polistrol, pena polistroldan lomboz quyamiz. Mahallaga shuni aytib o'tib ketay, asfalt ham yangi bo'lgan. Avvalroq kelishimiz kerak edi, asfalt bosadigan bo'lib, ozgina katta texnikalar kirmay turganiga biz ham kirmadik. Apparatlarimizni yoyib, ish jarayonlari boshlangan. Hozir bir qator ichida ko'chgan shunaqalarini olib tashlab, sinfdoshlarim ish boshlashmoqda. Apparat yurgizishganiga uzoqroqqa bordik. Bunisi pena konsentratimiz, Rossiyadan kiradi. Mashi pena generatorga suv bilan birga shu joydan zapravka qilinadi. Shundan keyin pena konsentrat chiqadi. Qadrdonlar, videoni ko'ramiz. Gapirib qo'yaman. Sababi ozgina ma'lumot berishga harakat qilaman yana. Polistrol solish jarayonidan, tepada quyilish jarayonidan shunaqa gapirib video qo'yishga qaror qildim bu videoni ham. Musiqaga tezlashtirilgan kadr qo'ymaymiz. Ish jarayonlari bizda boshlangan. Suvlarimiz zakatobga bo'lyapti. Ozgina kechroq kelganmiz ushbu obyektga. Kech kelishimizga sabab Baxtiyor akam ertalab vaqtliga aytuvdik. Bitta qo'shnilari ishga chaqirib qolgan ekan, aka ketibdilar-da. Baxtiyor aka, sizda biz siqqa qoldik, Jon aka. YouTube'dagi bizning obunachilar bilan salomlashib qo'ying endi. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Yana xizmatdamizda. Qadrdonlar, penachilar jamoasi o'z ish faoliyatida. Hammalarning formalari bir xil. Baxtiyor akamda ham bor. Men ko'rsatma. Mana Shiraljon, Rivojdin hammamiz. Rivojdinda yana bitta formasi bor edi. Boshqada kelgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q. Qadrdonlar,
Rivojdan boshqa formada kelibdi. Dadalari rivojdan dadalari Hoji buvam qo'y boqarlar. Rasa ko'p. Hoji buvam ashinga chiqqanlarida bergan ekanlar. Qo'ychuzmi? Qo'ychuz ekan. Bugun vaqtli kunda yakunlab ketib, yana bitta avvallari biz bilan birga ishlaydigan Ilhomjon degan oshnamiz bor edi. Shuni tug'ilgan kunga vaqtli kunda kichkinaroq yakunlab boramiz degan maqsadda ertalabda harakatni boshladik. Baxtiyor akam bizni ishimizni orqaga surdilar. 10larda yetib keldi shikiliga adashmasam. Baliqchiga dedilarmi? Ulug'norga Mingbuloqqa Baxtiyor akam ertalabda boshqa bitta qo'shnilarni teragi bor ekan, shuni olib kelganib yetib qolib kech qoldirdilar bizni. Lekin shu obyektimizda Xudo xolasa chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshiramiz. Qadrdonlar, video davomida yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar. Qadrdonlar, pauza qilib video qo'yamiz. Suvni quyib olishdi, fibrani solishdi. Endi sement tashlayapti. Ag'idan Rivojiddin polistirol granulachasini to'kishni boshladi. İşlerimiz shu ko'rinishda ketma-ketlikda davom etib bormoqda. Qumni oxiri qo'shamiz. Qumni oxiri qo'shganimizga sabab tepadan tushgan sementlar, mash qum tushgandan keyin qum pasiga, bachokka tekkan sementlarni aylantirib, hammasini bitta qilib yoradi. Keyin bizning mahsulotimizga imkon darajada mayinroq uchadigan qum bo'lsa yaxshi. Nimaga Dilshodbek mayin qum bo'lish kerak deysizlar? Qum oson uchadigan qum bo'lsa yaxshali. Daryoning iriq qumidan emas. Mana misol uchun mana shu yerda o'zi qum bor ekan, bu qum irikroq. Bizning qumimiz boshqa joydan topib keldik. 2-3 ta joyda bor ekan, eng mayinini oldik. Mayin bo'lgandan keyin rastor buchkamizning ichida, pajarimiz shlankining ichida qolmay qoladi shunda. Tepaga chiqetishi moshin kelib qoldi qadrdonlar. Tepaga chiqetishi yaxshi bo'ladi. Aralashib chiqetadi hammasi. O polistirolimizni ham me'yoridan ozgina ortiqroq qo'shib ketyapmiz. Akam polistirolni ko'paytirib qo'yib beraverasan Dilshodbek deganlar. O'zlari ham abetga tushib ketganlar. Xudo xolasa birinchi kuba ob'yomimizni chiqaryapmiz. Endi videoni tepadan davom ettiramiz. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, tomga ham chiqib oldik. Qadrdonlar, pastidan ko'rsatgandim. Pastidan shu materialdan yozganmiz, tepasidan bunisidan yozganmiz. O chetlari. Bu tarafga qaratib uzun bo'yiga 2 yo'l yozganmiz. Qizil materialdan, tepasidan qora materialdan ko'ndilang. Akamiz 2 qator yozib berasiz Dilshodbek deganlar. Qalinligi 10 sm pilis holatiga navbatdagi obyektimizda ham pena polistirol beton quyish xizmatini amalga oshirishni boshlaganmiz. Akramboy xizmatda. Qadrdonlar, xudo xolasa ideal rastvorimiz tomdi yuzasiga xuddi shu ko'rinishda quyib kelinmoqda. O polistirol granulachalari ham ajrab-ajrab chiqyapti. Mana shu bo'rtib chiqib turganlar polistirol granulalari. O quyganda bitta sakrab chiqyapti. Shular. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Tayyor rastvorimiz shu ko'rinishda quyiladi. Keyin rastvor mana 2 xil turibdi, hozir ko'rsataman. Bu tarafi penasi bundoq chiqqan, bu tarafida penasi yo'qroq. Videoda ko'rganlaringda Akramboy shunday tepaga pastga qilib bitta urib bering do'st. Mana xuddi mash ko'rinishda bo'ldi aytadi. Mash ko'rinishda penasini o'ltirib ketyaptilar. Mana bundoq rastvor kelganda uchlari penaliroq kelib qoladi. Bu penasi bosilgandan keyin sirti salafan singari bo'lib nima desa bo'ladi? O'zi sementni shirasi bundoq qatadi. Shunda bosilmaydiganroq, qattiqroq bo'lib chiqadi. O'zi shunda ko'rinsa bo'ladi. Kamera ham yaxshi ko'rsatyapti. Bu taraf penaliroq turibdi. Bu taraflariga urib ketganlar. O, nari taraflari ancha nima desa bo'ladi, hali silliq. Mana shu sirtiga penani o'zini urib ketganlari uchun. Xudo xolasa birinchi kuba ob'yomimizni chiqaryapmiz. Bundan keyin yana 7 kuba chiqaramiz. Shunda 10 sm pilis holatiga bo'ladi. Akamiz bilan 7 ga gaplashgandik. Xizmatga kelgandan keyin, Dilshodbek 10 qilib beraverasiz dedilar.
Endi xudo xolasa 10 sm holatiga ushbu obyektimizda o'z ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Shu ko'rinishda darvozaning tepasi bu joyga ham material bir xil rangda ketibdi, lekin ikki qator yozilgan. Hozir ko'rsataman chetidan. Mana. Bunisi bir qator, keyin tepasida bunisi ikkinchi qatori. Oxirgacha dakansa ketgan. 2 sloy material yozib berasiz menga dedilar. 2 sloy materialga kelishganmiz. Pena betonni tagidan paraizolyatsiya material qo'yishadi ayrim hamkasblarimiz. O'zimiz ham paraizolyatsiya material yozib berdiganlarga yozaveramiz, lekin paraizolyatsiya materialdan mana shu shevada har xil aytiladi. Bambuk deyiladi, lanka deyiladi. Shu materialimiz ancha yaxshi. Mustahkamligi, hali yitilmasligi, mash materialimizni ham patologiya qilinmagan joyda 3 yil, 4 yildan bir turganlarini ham ko'rganmiz. Qurilish shu bizga tomni yoptirishgandan keyin 2 etajli, 3 etajli obyektlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi etaji, ikkinchi etajini bitirib, do'kon sifatida foydalanib, 3-chi, 4-chi etajlari turgan holatlari bor. Bu taraflarida chetlarini avval yamab olyaptilar. Pastga rastvorimiz oqib ketmasligi uchun shu ko'rinishda bir qator tortqilarga, undan tashqari devorning chetlariga bir qator avvalroq quyib oladi Akramboy, undan keyin mana shu ko'rinishda quyib kelaveradi. Tomimizda akoshkalari ham bor ekan, chiroyli qilib qush kirmaydigan qilib qo'ygan ekanlar. Patologlarni bitta yopilsa, xudo xolasa mahsulotimiz ham ancha yillar mobaynida samarali issiq sovuqda ushlab beradi, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ish jarayonlarida yana ketma-ket davom etib boraveramiz. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, navbatdagi obyektimizda ham ish jarayonlari jadal davom etib bormoqda. Bu tarafga bitta buchka 1 kuba jo'natdik, bu tarafga 4 ta jo'natdik-a? 4 ta jo'natdik. Yana 3 kuba ob'yomimiz qolgan. Mana shu joyga quyamiz. Metrda olib chiqdim, bitta pastdan cho'paga olib chiqdim. Endi sizlar bilan qalinligini ko'ramiz. Akamiz bilan 10 sm holatiga kelishganmiz. Xudo xolasa qalin tushyapti. Sababi 70 kvadrat joyga 8 kuba pena beton jo'natyapmiz. Akramboy, endi syomka qilib turasiz, do'st. Bo'ldi, qani. Qadrdonlar, bitta aytib qo'yayin. Mana shu uchlari kelmagan. Uchlariga hali quyamiz. Ana shu joylari bu tarafda ham nari tarafrog'i kelgan. Mana bu joyga, mana shu joyga havo yo'naltirganda rastvorni mundoq surib qo'ygan, mashina ham mana shu taraflariga kelib qolgan. Akramboy syomka qilib turadi, sizlar bilan birgalikda ko'ramiz qalinligini. Metr davang do'st. Ya, operator gapirmaydi, buni chiqadi. Ya. ...10 sm plus. Buni ustiga yaxshi ko'rinyaptimi? Buni ustiga yana tushadi. Ikkinchi kubamizni quyganimizda yana tushadi. Endi mashqida qaydadir material bor-da, do'st. Mana. Ketyaptimi? Ketyapti. Qadrdonlar, taxtani artib oldik. Do'st, chekkadan boraymi? Kech, loyni kechib o'tchi do'st. Obunachilar qani kommentda, like portlatib beramiz ki. Bo'ldi. Shu obunachilar uchun boschi. Ichiga kirib, hozir aytdim-ku, uchlari kelmagan, uchlariga yana tushadi. Video davomida ko'rsatamiz. Nari taraflari shu 1 metrdan ag'a kelgan. Havo yo'naltirganda ozgina sirti bosiladi, undan keyin rastor oqib tushgan hisobiga uch pastroq, nari taraflarni ko'rsataman. Mana sizlar uchun obunachilar kechtirdim. Loyni kechtirdim. Qadrdonlar, Akramboy loyga shunday tushaverdim. Bu joylarga shunday qolmaydi, yana quyamiz. 11 sm dan ham ziyodroq tushadi. Bu tarafga ham qani 3 ni artib tashlaymiz mashina. Mana taxtani ustiga qo'yamiz, 3 ni artib tashladim. Yaxshi ko'rinyaptimi? Bu tarafgacha kelgan 11 sm dan ham ziyod. Bu joyga yaqinroqdan o'ring do'st. Bu joyga qalin tushaytirgani sababi
to'sini ham tekis tashlangan. Undan tashqari vassasiga ham abreznoy akamiz zo'r shilipkalardan qo'yganlariga ancha qalin tushdi. Bitta ikkita ozgina bir bochka bilan ikkinchi bochkani quyilgan yerlari farq qilsa kerak-ku, lekin aksariyat joylariga qalin tushadi. Bu tarafdan ham bitta ko'rsatib qo'yaymi? Endi loyga botdim, hozir buni taxtani yana bitta artib olaman ham, bu tarafidan ham ko'rsataman. Buni loyga botganda yana kirib chiqaveraman. Qadrdonlar, taxtani yana bitta artib keldim, bu tarafidan ham ko'rsatamiz. Loyga botganda birovlar kirib chiqib qo'yiladi. Yaxshi ko'rinyaptimi? Chotki. Taxta tushunayapti. Buni 2 santimetrga ham kelib qolyapti. 10 santimetr pilis holatiga kelishganimiz ancha qalin tushyapti. Do'st, endi bu oyoq tizlarini keyingisida Keyingisida o'xshatamiz edi. Yana ko'rishamiz video davomida. Obyektimiz yakunlangandan keyin o'z egalariga topshirish arafasida yana ko'rishamiz. Obyektimiz tekis bo'lganligi uchun ancha qalin tushyapti. Akamiz ham hali bitta chiqib ko'rib tushib ketdilar. Zo'r. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, pastga tushdik. Ish jarayonlari boshlangan. Suvi qo'shilyapti. Bu tarafda fibrovolackno sichqon kalamish kavlamaslik uchun shisha tola apparat ishlab turibdi. Xudo xolasa oxirgi 2 kub ob'yomimiz qoldi. Hop pastga tushib oyoqlarni ham yuvib oldim. Shu bitta bu tarafga zakatobga qo'ygan, undan keyin bu tarafdagi sement qumlarimiz shularni shuni tayyorlaymiz. Polistirol granulasi ham 2 zapravkaga yetadigan granulamiz ham bor. Bu joylarni quyganimizga 2 soatdan oshdi. Darvozaxonadan o'zi suv tomish tingan. Avvalroq tomgan suvlar shu ko'rinishda. Shu biz mahsulot quyganimizdan keyin 1 soat, 1,5 soat atrofida suv shunaqa tomib turadi, yomg'ir yoqqan singari, undan keyin tinadi. Hozir bu taraflarida suv oqaytirgan. Xudo xolasa, obyektimiz yakunlangandan keyin tomdan yana videoni davom ettiraman azizlar. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari, qadrdon aka-uka opa-singillar. Galdagi obyektimizni ham chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Qadrdonlar, xudo xolasa, navbatdagi obyektimizni ham pena polistirol betonni chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirdik, xudo xolasa. Ushbu obyektimizda 10 sm pilis holatiga kelishganmiz, ancha qalin tushdi. Nariga buchka bilan buchkani keyinroq quyilganligiga ozgina farqi bor. Ko'p videolarda aytaman, sirtiga o'zini shamolini, shabadasini urib ketamiz. Ozgina shunaqa o'ydim chuqur past balandroq chiqadi-yu, lekin qattiqligiga ancha foyda beradi. Ushbu obyektimizni ham yakunladik, qadrdonlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, kelgusi obyektlarda, kelgusi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlar.